Hassada yurib keldingiz. Hassada yurib keldim. Ham bitta o'zingiz yurib oqing, og'riq bo'ladimi yo'qmi? Tekshirib oqinglar. Oldingi holatingiz qanaqa edi? Oldingi oyoq og'rib o'tirdi, hozir oyoq og'rib qoldi. Qancha vaqtdan beri og'rirdi? 3 yildan beri. 3 yildan beri. 3 yildan bo'ldi. Bugun birinchi kuni. Bugun birinchi kun. Nima o'zgarish sezdingiz o'zingizda? Hozir yengillik sezdim. Yengillik sezdim. Og'riq qanchalik kamaydi? Shu 70-60 kamaydi hozir. 70-60%, ya'ni birinchi kundan hech qanaqa ukol, dorisiz. Yo'q, zakonnman, xudoga shukr, hozir yaxshiman. Xudo ko'rsatmasin, ko'p yomon kasal bu. Men kechasi yotib bo'lmaydi bu kasaldan, og'riqdan. Faqat shu uxlatadigan dori berib yotaman, ishonasizmi? Uxlatadigan dori ichaman, yotaman, iloji yo'q. Hech qaysi ukol, dori hozirchalik qoldirmaganmidi? Yo'q, hozir yaxshiman, xudoga shukr. Yaxshiman. Hassada yurib keldingiz. Hassada yurib keldim. Ham bitta o'zingiz yurib oqing, og'riq bo'ladimi yo'qmi? Tekshirib oqinglar. Oldingi holatingiz bilan hozirgi holatingizni qanaqa qilib ifodalagan bo'lardingiz, doda? Yaxshi. Yaxshi. Ancha yaxshi. Sizdagi bo'layotgan problemalar boshqa odamda bo'lsa, nima deya olgan bo'lardingiz? Mana shu yerga kelinglar. Davo shifo Xudo, avvalo Xudo. Avvalo Xudo. Mana kelgan shifo topib qo'yapti, Xudoga shukr. Mana Xudoga shukr yaxshiman. Avval barchaga aytaman, kelinglar. Yaxshi joy ekan. Mana olmagan dorim olmagan kulim qolmadi. Oldim. To'g'ri gap. Olmagan ukol doringiz qolmadi. Ko'p oldim men. Foyda bo'lmadi. So'rama. Hozir holatingiz ancha yaxshi, to'g'rimi? Yaxshiman, xudoga shukr. Rostini gapiravering. Bizda hammasi haqqoniy. Yo'q, yaxshiman. Nima, men birovdan qilsay joyim yo'q. Men boshimdan o'tganini aytyapman. Hech qanaqa aytilmadi sizga hamda. Hech qanaqa aytmaydi. Bitta boya patsient, unda ham videoda ko'rasiz, aytayotdi-da, men oldin deydi, ko'rardim deydi, odamlarning yaxshi bo'layotganini ko'rib, bu o'zini odami deb ishonsiramasdan boshqa qilgandi-da, shunaqa odam. O'sha odamni o'zi aytib qoldi. Men ishonmayman, bu o'zini odami deb. O'ylagan natijasidan qanchalik kamroq yoki ko'proq bo'ldi? Yaxshi bo'lyapti. Xudoga shukr, yaxshi bo'lyapti. Beraga shu ko'ngilni to'q qo'yib kelish kerak-da bera. Ishonch bilan kelish kerak-da. Keyin ma'lumot o'rnida yana bir narsani aytib o'tib ketishimiz zarur. Bu narsani nima deydi? Doimiy qilib turish kerak. Chunki sog'liq bilan kasallik o'rtasida juda ham katta farq bor. Juda katta farq bor. O'sha sog'liq hozir juda ham pastda. O'shani sekin tepaga ko'tarib olish kerak. Ko'tarish uchun o'sha muolajalarni o'tkazib, aytilgan narsalarga amal qilib turishingiz kerak. Nasib bo'lsa. Doda, Xudo xolisa yaxshilikni ko'rishinglar. Sog' bo'ling. Ketkizgan vaqtingizga rozi bo'lasiz endi. Birinchi kundan shundoq nasib bo'lsa, olib ko'rganda chegamiz yaxshi. Birinchi bo'lib ketamiz. Xudo xolisa. Shifo topamiz deb keldik, shifo topib o'tiribmiz. Inshaalloh, Xudo xolisa. Kamaydi. Yaxshi bo'ling. Kamaydi. Qo'lingizda bo'lmasin.